Tushunishinglar uchun mana oynani qalinligini ko'rasan, mana mashina oyna qalin. Sizlar kutgan kun keldi. Nima qanaqa kun deyishinglar mumkin? Bronirованный haqiqiy mashina ochgani keldi. Bu menda davlat xizmatlari, militsiya, pojarniy, gaya okalarimiz hammasiga tekin muammoy aloqador. Laboydan ham, yonida ham o'q o'tmaydi. Kel, yaqinroq kel. Buni o'q o'tmashining sababini aytaymi, mana qaranglar. Oyna ochilmaydi. Shuning hisobiga nafas oladigan narsa qo'yilgan. Oyna 2 qavat realniy yasalgan. Zavoddan chiqqan o'sha oynasi haqiqiy qilingan. Shu mashina texnika yangi mashina kelingan, tarqatilgan, planib qo'ygan. Chaqirishda keldik, xudo xolisa. Allohning izni bilan ochamiz, lekin bu realniy ish. Xudo xolisa, Allohdan hammasi, xudo xolisa harakat qilamiz. Duo qo'ydi. Lekin hamma yetardi. Mana keldi. Voh. Ajab, oshkir ko'ryaptimi aka? Eshigini o'zi 300 kilami, 200 kilami. To'g'ri. Ko'p ochib turib bo'lmaydi. Eshigini. Bu og'ir. Ko'rmagan ekanman mana brend. Videosini tashlagan muammosi yo'q deganiga hayron qoldim. Otasiz xursand bo'laman lekin bu. Kadr zo'r osigib ketadi. Real moment edi aka. Bo'ldi ketib. O'q qilib turma, o'q qil. Ya, mamka. Aniqiga. Bismillah. Inshaalloh bizni kutgan kun keldi. Mashalloh. Qoyilimiz aka? Gapi. Aka, Allohning izni bilan ish kerakki, bitta ko'rsatgan odamlarga. Bitta ko'rsatgan mashinani. Mashalloh, Allohning izni bilan ochdim. Eshikni qaranglar, qalligini qaranglar buni. Uy, og'irligini qaranglar. Mana Allohning izni bilan ochdik. Mashina bor-ku, mana qaranglar. Bismillah. Oyna qalinligini ko'ryapsan, mana oynani qalinligini ko'ryapsan. Hech kimga buni xizmatlarimiz kerak emas, kerak bo'lsa aloqadamiz. Muammoy ochib yuboramiz. Mashinani qaranglar. Biroq tushunishinglar uchun mana oynani qalinligini ko'rasan, mana mashina oyna qalinligi mana. Oyna. Eshikni ko'p ochib bo'lib turmas ekan, nimaga desanglar, osilib qolar ekan eshik. Yopish uchun mana. Bunaqa selib qo'yadi mana. Bo'ldi, yopildi. Alhamdulillah. Og'irligini qaranglar. Mana. Haqiqiy o'q o'tmas, laboylari bilan mashina, xudo xolasa, Allohning izni bilan ochdik. Mashinani qaranglar. Bular ham xizmati davlat uchun, xalq uchun, biz ham bular uchun xizmatdamiz. Muammo yo'q. Lekin o'zim ham xursand bo'ldim, lekin mashina ochganimga. Shunaqa gaplar. Bu iminda davlat xizmatlari, militsiya, pojarniy, gaya okalarimiz hammasiga tekin muammoy aloqadamiz. Salomat bo'ling.